men ijtimoiy tarmoqda bir video ko'rdimda, bir oilaviy psixolog o'sha ijtimoiy tarmoqqa videolarini joylaganlar. O'g'liga ya'ni bir narsani misol qilib ko'rsatdi bir oilaviy psixolog va u aytayaptiki, qaychi misolida ko'rsatdi, lekin juda ham haqiqatan ham chiroyli tushuntirdi. Masalan, Shuhrat aka qarang. Mana shu qaychi. Hop. Uring ustiga, tegining. Yana bunisiga ham, bunaqasi ham uring. Tegining, bunisini ham. Endi qarang, men shu qaychini shunaqasi qilaman. Kuch bilan uringchi. Kuch bilan urganim yo'q o'zi. Odam o'zini baribir ayiydi-ya. Yana bunisi ustiga ham kuch bilan uring. Mana shunaqa holatda og'ridi, to'g'rimi? U psixolog shunaqa tushuntiryaptiki, ba'zi insonlar o'zi sizni mana shu yotgan qaychi misolida ko'rarkanda va har qanaqa holatda teginishga ruxsat berasiz bunaqa holatda, to'g'rimi? Ba'zi hollarda esa shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, o'zingizni mana shu qirralaringizni ham ko'rsatishingiz kerak bo'lar ekan. Qachonki o'sha sizga noo'rin gaplar, noo'rin hazillar bo'lganda yoki bo'lmasam o'sha insonlar sizga nisbatan birozgina haddidan oshiqroq munosabat qilganda, o'zingizni mana shu holatingizni ko'rsatishingiz kerak bo'lar ekanki, insonlar o'zini haddini bilsin va qaysidir holatlarda, albatta biz ham buni qilishni xohlamaymiz, boshqalarga nisbatan ham biz ham ba'zi holatlarda o'sha insonni dil og'ritadigan xususiyati borligini va uni ham o'sha ochilmagan biz uchun qirralari borligini, sabri borligini yoki bo'lmasa qandaydir chegarasi borligini biz ham bilib olishimiz kerak ekan. Bu juda ham chiroyli misol bo'ldi. Shunaqa video ko'rdim deb hozirgina aytayaptim. Haqiqatdan ham o'sha hayotda har qanaqa vaziyat bo'lganda inson bir indamaydi, ikki indamaydi, lekin chegarani va albatta o'sha inson har bir qilayotgan ishida haddini bilish kerak ekanki, o'zingizni mana shu insonlarga haqiqiy qirralaringiz borligini ham ba'zi paytlarda, har doim ham emas, faqatgina kerakli paytlarda Mashrab tushunib yetdi. Tushunib yetdi. Rahmat. Men bu efirda chiqa olmayman.